Pinduoduo ilovasida mahsulot buyurtma qilishni va unga Alipay orqali to'lov qilishni o'rganamiz. Buning uchun korzinkaga kerakli mahsulotlarimizni sog'olamiz. Korzinkangizda mahsulotlar ko'p bo'lsa, faqatgina hozir olmoqchi bo'lganlaringizni to'g'risiga galchka qo'yib belgilab chiqasiz. Mana galchka qo'yasiz. Undan oldin mana bu joylarini to'g'irlab, rangini, razmerini, qaysi o'lchamidan olmoqchisiz hammasini tarjima qilib o'qib ko'rib belgilab chiqasiz deb ta'kidladim undan oldingi video darsigida. Demak, bu joylarni to'ldirib, to'g'irlab qo'yamiz. Endi keyingi yana qaysi mahsulotlarni olmoqchi bo'lsak, yoniga galchka qo'yib chiqamiz va aynan o'sha mahsulotlarimizni tagida umumiy summasini Pinduoduo ilovasi bizga chiqarib beradi. Shundan so'ng mana pastda o'zi chiqarib berdi umumiy summasini. Shundan so'ng belgilab olganimizdan keyin keyingi bosqichga o'tish uchun xuddi shu qizil knopkani bosasiz. Tepada agarda ombor manzili kiritilmagan bo'lsa, sizdan kiriting deb so'raydi va kiritasiz. Agarda ombor manzili allaqachon kiritilgan bo'lsa, uni yana bir marotaba tekshirib olasiz. Qaraysiz, ID kodingiz to'g'ri yozilganmi? Qaysi ombor manzili belgilanganligi ahamiyatli bo'ling. Agarda ombor manzilini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana bu yerni bosgan holda sizga ombor manzilini kiritish oynasi ochiladi. Asosiy manzil qilib belgilab qo'yishni unutmang. Ya'ni shu yerda qaysi ombor manzili yozilgan bo'lsa, siz hozir xarid qilgan mahsulotingiz ana o'sha ombor manziliga boradi. Pastga tushamiz. Necha yuandan olayotganligingiz hammasi narxi ko'rinib turibdi va nechtadan olayotganligingiz ham ko'rinib turibdi. Yana bir marotaba tekshirib olamiz, bu raqamlarga e'tibor beramiz va Alipayni to'g'risiga galchka qo'yamiz. Agarda Visa karta orqali to'lov qilsak, Visa kartani to'g'risiga galchka qo'yamiz. Agarda WeChat Pay orqali to'lov qilayotgan bo'lsangiz, WeChat Payni to'g'risiga galchka qo'yasiz. Hozir biz Alipay orqali to'lov qilamiz, shuning uchun Alipayni to'g'risiga galchkani qo'ydim. Xo'p, endi keyingi bosqichga o'tish uchun mana shu oynani bosamiz. Qizil knopkani ustiga bosasiz. Bu yerda bizda Alipay oynasi ochiladi va Alipay orqali to'lov qilayotganligimiz mana belgilanib turibdi. Tasdiqlashni bosasiz. Necha pul yechib olayotganligini ko'rsatib turibdi mahsulot uchun. Pastdagi knopkani bosib tasdiqlaymiz davom etish uchun. Bu yer ekran zapisga tushmaydi. Programmani o'zi himoyalab qo'ygan, qora bo'lib turadi. Bu yerda bizdan Alipay parolimizni yozishimizni so'rayapti. Agarda siz Alipay parolni hali yaratmagan bo'lsangiz, sizdan Alipay parolingizni yaratishni so'raydi va 6 ta raqamdan iborat Alipay parolni yaratasiz. O'zingiz xohlagan 6 ta raqamni o'ylab topib yozasiz va parolni 2 marotaba takrorlashni so'raydi. Agarda allaqachon Alipay parolni yaratib qo'ygan bo'lsangiz, parolni bir marta yozishingiz o'zi kifoya qiladi. Bu yerda ahamiyat bering. Alipayga ochilgan raqamingiz Pinduoduoga ochilgan raqamingiz bilan bitta bo'lishi kerak. Shundagina bir-biriga ulanadi. Agarda Pinduoduo boshqa raqamga ochilgan bo'lib, Alipay boshqa raqamga ochilgan bo'lsa, bir-biriga ulanmaydi va to'lov amalga oshmaydi. To'lovingizga cheklov qo'yib qo'yadi, blok qilib qo'yadi. Shu sababli shu narsalarga ahamiyatli bo'ling. 6 ta raqamdan iborat Alipay to'lov parolingizni yozganingizdan keyin xuddi shunaqa oyna paydo bo'ladi, ya'ni to'lov qilganligimiz haqida. Tepadagi danni bosib, jarayonni tugatib qo'yasiz. Mana to'lov qildik Alipay orqali. Endi to'lovimiz muvaffaqiyatli amalga oshirilganligi haqida Pinduoduo bizga ma'lumot beradi. Alipay orqali to'lov qilganimizdan so'ng mana pastda ko'rib turibsiz, 0 yuan bo'lib qoldi. Endi orqaga qaytib chiqib ketamiz va bizning o'sha to'lov qilgan mahsulotlarimiz to'lov qilingan oynaga o'tib qoldi. Xuddi shu yo'sinda Pinduoduo ilovasidan mahsulot buyurtma qilamiz.